so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky, feeling bolder. Katalizatorlar, biyologik katalizatorlar bo'lib, modda almashish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Biyologik katalizatorlar odam organizmidagi moddalar almashish jarayonida hamda, ya'ni sintezda va parchalash jarayonlarida amalga oshiruvchi moddalar hisoblanadi. Fermentlar biz barcha iste'mol qilayotgan oziq moddalarimizni hammasini parchalab beradi. Fermentlar litseda eshitganinglardek, har bitta substratning o'zini fermenti bor. Ya'ni har bitta ferment faqatgina yagona o'zini substratinigina parchalashga qodir. Endi bugungi ishimiz esa amiloza fermenti. Amiloza fermentini faoliyatini tekshirib ko'ramiz. Ya'ni amiloza fermenti qanaqa qilib substratni parchalaydi. Uning uchun bizga demak kraxmal kerak. Kraxmal qaysi moddalarga kiradi? Uglevodlarga, ya'ni polisaxaridlarni aynan amiloza fermentimizni glyukozagacha parchalaydi va Trombe reaksiyasi ijobiy bo'ladi. Demak, Trombe reaksiyasi esingizda bor, uglevodlarni qayta parchalash hosilati o'tayotgan paytimizda, demak, zarg'aldoq rang hosil bo'lgan edi. Ya'ni glyukozagacha parchalab bo'lgandan keyin biz ishqoriy muhitda mis sulfatda uni qizdirgan paytimizda, demak, zarg'aldoq rang hosil bo'ladi, chunki mis 2 oksidini oxirgi mahsulot hisoblanadi. Demak, bugun nima ish bajarasizlar? Asosan amiloza fermentimizni og'iz bo'shlig'ida joylashganligi sababli birinchi navbatda og'zingizdan chayib tashlaysizlar. Og'zingizdan chayib tashlab, bir hovuch suv olasiz og'zingizga. 5-6 minut og'zingizda ushlab turasiz suvni. Ushlab turib, undan keyin kichkina stakanlarga sekin amilozani quyasiz. Suvga qo'yib, ko'p qo'yasizlar. 10-probirka, demak, 10 ta probirka olasizlar-da. 10-probirkaga 5 ml amiloza fermentini quyasizlar. 5 ml. Amiloza fermentini solasiz, ya'ni amiloza. Amiloza. Demak, ferment bilasizlar, litsada eshitgansizlar, Y harfi bilan belgilanadi. Amiloza ustiga kraxmal solamiz. Ya'ni aytamizki 3 ml kraxmal eritmasi. Kraxmal eritmasi soladi. Yaxshi qilib aralashtirib, 10-probirkani yaxshi qilib aralashtiramiz. Aralashtirib 36.6 o'zlani ana haroratida. Chunki fermentlarimiz inson organizmi fermentlar eng yaxshi maksimal o'lagan sharoit 36.6. 36 ni ko'tarilgandan keyin bilasizki, fermentlar faoliyati ozgina sustlashib boradi. Ya'ni odam shamollab kasal bo'lgan paytda ularga albatta nima qilinadi? Tomchilar kapiz qilinadi. Sababi organizm yuk tashlamasa, demak, shlak moddalar paydo bo'ladi. Shunday holatlarda shu tez-tez yuk tashlasa, harorati pasayadi. Hozir endi fermentimizga demak 36.6 gradusni haroratni ta'minlab berishimiz uchun biz demak qo'llarimizda buni ushlab turamiz. 9 probirkaga, qolgan 9 probirkaga 1 ml-dan hammasi 9 probirka hammasiga 1 ml distillangan suvga yod eritmasini tayyorlab olamiz. Hammasi bir xil miqdorda bo'lishi uchun. Demak, har biriga 9 probirka hammasiga demak, yodli eritmani solib chiqamiz. Yodli eritmani solamiz. Yodli eritmani solib chiqamiz. Parchalash jarayoni boshlanmagan. Oradan 30 sekund vaqt o'tgandan keyin, yana 10-probirkadan olib, 2-probirkaga solamiz. Agarda birinchi probirka bilan ikkinchi probirka orasida ranglarda farq bo'ladigan bo'lsa, demak, har bitta probirka orasidagi eritmani solish vaqtimiz 30 sekunddan bo'ladi. Agarda birinchi probirka bilan ikkinchi probirka orasida rang o'zgarmasa, undan keyin 3-probirkaga orasini 1 minut qilamiz. 1 minut qilib, yana 10-probirkadan olib 3-probirkaga qo'yamiz. Agar 3-probirkada rang o'zgarayotgan bo'lsa, demak, har biriga 1 minutdan qilib
eritma qo'yib chiqamiz. Demak, 1 minut o'tgandan keyin 4-probirkaga, yana 1 minut o'tgandan keyin 5 va hokazo. Demak, ranglarimiz to'q ko'k rang, ochroq, undan ham och bo'ladi va 6, 7, 8, 9 da rang o'zgarmaydi. Sababi, demak, amilaza fermentimiz kraxmalni parchalab bo'lgan bo'ladi glyukozaga. Parchalab bo'lganligi sababli kraxmallar reaksiyaga kirishmaydi. Tushunarlimi? Demak, har birini mana shu 10-probirkaga kraxmal eritmasi bilan amilaza, qolgan 9 probirkaga esa distillangan suvda yodni eritmasini tayyorlaymiz. Shuni hammasidan 1 ml quyib chiqasizlar. Hozir tezgina guruhlarga bo'linasizlar. 3 turdan guruhlarga bo'linib olasizlar. Bo'linib ishni bajarasizlar. Oxirgi rezultatni esa ko'rib chiqamiz. Rezultat bo'lgandan keyin esa bizda nimamiz bor? Viktorinamiz bor. Demak, viktorina bo'yicha ishlaysiz. We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kind of feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky, feeling bolder. Going out, going all the way. Going high, yeah, yeah. Repeat, get 'em up on the edge of their seats. Set your aim a little higher. We're gonna go there. Going out, going all the way. Going high, yeah, yeah. Going out, going all the way. Going high. Going all the way, going up. Going all the way, going up. Going all the way, going high. For so long, we've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger.